bo'lardimki, yangi fikrlarni qabul qilayotgan paytingizda bezovtalanish bo'ladi, lekin bu siz uchun bu hayotdagi unutilmas zavqni beradi. Yangi fikrlarni vujudga keltirish, bu alternativalarni vujudga keltiradi va yangi fikrlar sizni qo'rqmas qiladi. Qo'rqish o'zi aslida ma'lum bir ijtimoiy hodisani tushunmaslikdan vujudga keladi. Bashorat qila olmaslikdan vujudga keladi. Har qanday qo'rquvning asosida shu yotadi. Nima uchun itdan qo'rqamiz, masalan qaysi itdan qo'rqamiz? Tanimagan itimizdan qo'rqamiz. U it bo'lganligini bilmaganimiz uchun emas. Uning harakati qanday ekanligini bilmaganimiz uchun qo'rqamiz. Bilimi kam odamlar nima uchun bu hayotdan ko'proq qo'rqadi? Chunki oldidagi bo'layotgan ijtimoiy hodisani tushunmaydi, bashorat qila olmaydi. Shuning uchun qo'rquvga berilib ketadi. Siz qanchalik bilimli bo'ladigan bo'lsangiz, shuncha qo'rqmas bo'lasiz. Shuncha jur'atli bo'lasiz degan masala. Shuning uchun aytgan bo'lardimki, ko'p kitob o'qish, yangi fikrlardan qo'rqmaslik muhim hisoblanadi va hokimiyatga aytgan bo'lardimki, ya'ni siyosiy elitaga aytgan bo'lardimki, sizning aybingiz bilan millat yo'qsizlikka kirib ketish kerak emas. Haqqingiz yo'q bunaqa qilishga. Ya'ni ularga o'sish imkoniyatini berishlaringiz kerak.